Qorningiz chiqib ketganmi? O'zingizda juda ham og'irlik his qilyapsizmi? To'xtang. Siz muntazam diyetalardan va mashg'ulotlardan charchadingizmi? Bugun oddiy retsept beraman. Bu retsept orqali portlatuvchi natija olasiz. Agar ushbu ichimlikni bir oy davomida yengil kechki ovqatdan so'ng yotishdan avval iste'mol qilsangiz, siz bir oy davomida 5 kilogramdan 10 kilogramgacha vazn tashlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi atiga yarimta limon va bitta chortoq va 1% kefir. Bularni aralashtirib, albatta, kechki ovqatdan so'ng yengil yotishdan avval iste'mol qilamiz. Albatta, bu ichimlik uchun bizga kerak bo'ladi 1% kefir. Bu juda ham foydali, ichaklarni, shlaklarni tozalashga yordam beradi va hazm jarayonini yaxshilab, ichak mikroflorasini tiklashga yordam beradi va 3 qoshiq yetarli bo'ladi. Bundan tashqari, yarimta limon suvini siqamiz. Limon metabolizmni tezlashtirib va immunitetni oshirishga yordam beradi. Va eng kerakligi chortoq suvi. Bu ham metabolizmni tezlashtirib, yog'lar erishini yaxshilab beradi. O'ta go'zal.